Zino yaxshi ish emasda, 3 ta balo keladi zino qilib yurgan. O'sha zino deganda o'sha ayollarga borish ham tushuniladi, qizlar bilan telefonda gaplashish ham tushuniladi, ko'z zinosi ham tushuniladi, qo'l zinosi, qalb zinosi, hammasi zino deganda hammasiga balo bitta keladi. Zinoning yomonligi shuki, birinchisi rizqidan baraka o'chib ketib qoladi, ikkinchisi odamlarning qalbida mag'zub bo'ladi deganlar haq. Ya'ni mag'zub degani odamlar uni suymaydi. Lekin kelsa ana kelyapti, ya'ni odamlar diqqat qilib suymaydi. Odamlarning nazdida mahbub bo'lmaydi u bilan. Mag'zub bo'ladi, teskari g'azab qilingan bo'ladi. Hamma yomon ko'radi odam. Shunisi Xudoning g'azabi to'xtovsiz yog'ilib turadi. Xudoning rahmatidan uzoq bo'ladi. Yaxshi ish emas bu. Bo'ydan bo'lsa zinoga yurib ketib qolyaptimi, tushib ketib qolyaptimi, uylansin, harakatni qilsin. Qarz olib bo'lsa ham uylansin. Zino qilgandan ko'ra qarz olib bo'lsa ham uylansin. Zinoga tushib ketib qolmaydi, qarz olib kim uylanadigan bo'lsa, Alloh va'da bergan uzilmasa men uzaman degan Alloh.